Sual. Assalomu alaykum. O'lguchi bir ayoli qolgan. Undan boshqa bir navri tuqqani va beqib olgan bolasi bor. Boshqa hech qanday tuqqani yo'q. Mirosni qanday bo'lamiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Birinchi. Vafot bo'lg'uchining farzandi bo'lmagan ahvolda ayoli mirosning 4dan birini oldi. Ikkinchi. Vafot bo'lg'uchining bir navri tuqqanlaridan dadasining qarindoshlari, aka-ukaning o'g'il bolalari qolgan mirosning hammani oladi. Dadasining qarindoshlarining qiz bolalari va dadasining hamshirlari, och-singilning qiz o'g'il bolalari, shundaqla onasining qarindosh hamshirlarining barliq o'g'il va qizlariga miros tegmaydi. Chunki ular vafot bo'lg'uchining rahim ega tuqqanlaridir. Uchinchi. Beqib olgan balaga miros tegmaydi. Agar vafot bo'lg'uchi beqib olgan balasiga mirosidan bir qismini qoldirishni vasiyat qilgan bo'lsa, mirosning 3dan 1 doirasida bo'lsa, buni beqib olingan bala vasiyat jihatdan oladi. 4. Mirosxo'rlar beqib olingan balaga o'z haqlaridan bir qismini rozi bo'lib bersa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 136 nomorli fatvo.